O'g'lingiz Dostonbek juda mashhurlikka erishyapti, hattoki Markaziy Osiyoda ham tarqanyapti. Bir narsa alam qilmaydimi? Musallamni o'g'li yoki Ravshanbekni o'g'li deyishni o'rniga Dostonbekni onasi, Dostonbek alam qiladi. Biladimi? Bu ota-ona uchun baxt, har bir ota-ona uchun. Albatta bor. Albatta hozir mana ko'rsatuvdan chiqdik, Odina opamning o'g'illari katta gulab keldida, o'zlari kelo masala ham gullari bilan yana anaqa nima deydi, telefon orqali ovozli xabar jo'natib onasini tabrikladi. Biz eshitib havas qildik, faxrlandik, to'g'risi. Lekin bu har kim bu ota har kimga aql taqtarma. Bizga Diyorbekning ota-onasini siz yomon qilib qolasiz. Aslida Yechamda qaytanga faxrlanamiz, asalim faxrlanamiz. Hammaning ikkisi farzandlarning ota-onasi bo'lganimizdan faxrlanamiz. Omadini bersin hamma. o'zi qanday tarbiya bergansizlar, qanday nimasi tarbiyada qayerga e'tibor berish kerak farzand bunaqa mashhur bo'lib ketishi? U qimmattiradi uni aytsak. kerak. Halol indirsangiz bu. Otasi farzandiga yaxshi ism qo'yish. O'sha ism bilan odamni chaqiribdimi, demak Dostonbekni ota-onasi. Bu baxt, buni ismini albatta buvisi qo'yganlar. Olamda Doston bo'lsin, bobosini ismlari Rustami Doston bo'lsin deganlar. Endi niyatga ham bog'liq. Yaxshi niyat qilsa, yaxshi havas qilsa, hammasini Xudo beradi.